Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Dino tadbirkorlik va pedagogika instituti raqamli iqtisodiyot kafedrasi o'qituvchisi Eshqobelova Nargiza Mingnarimni. Bugungi video darsimiz makroiqtisodiyot fanidan. Bugungi mavzuyimiz ADAS modeli, ya'ni yalpi talab va yalpi taklif modeli. Bugungi mavzuyimiz quyidagi rejalar asosida bo'ladi. Birinchi rejamiz yalpi talab tushunchasi va uning hajmiga ta'sir qiluvchi omillar. Ikkinchi rejamiz yalpi taklif tushunchasi va unga ta'sir qiluvchi omillar. Uchinchi rejamiz ADAS modelida narxlar, milliy ishlab chiqarish, real hajmining muvozanatli darajalari. Mana shu 3 ta reja asosida darsimizni boshlaymiz. Demak, yalpi talab tushunchasi va uning hajmiga ta'sir qiluvchi omillar. Yalpi talab o'zi nima? Makro ko'lamda milliy ishlab chiqarish hajmining o'zgarishi bilan birga narxlar umumiy darajasining o'zgarishi o'rtasida bog'liqlikni tadqiq qilish uchun milliy ishlab chiqarish hajmi ayrim davrlarda barqaror o'sishi, ba'zi davrlarda esa pasayib ketishini izohlab berish uchun yalpi talab va yalpi taklif tushunchalaridan foydalanamiz. Demak, makroiqtisodiyotda ADAS modeli, ya'ni yalpi talab va yalpi taklif modeli ishlab chiqarish hajmlari, narxlar darajalarining tebranishlarini hamda ular o'zgarishining oqibatlarini o'rganish uchun asosiy model bo'lib hisoblanadi va boshqa bir qancha modellar ADAS modelining xususiy holi hisoblanadi. ADAS modeli yordamida davlat iqtisodiy siyosatining turli variantlarini tasvirlab berish mumkin. Yalpi talab uy xo'jaliklari, korxonalar, hukumat va chet ellik xaridorlarning narxlarini ma'lum darajada iqtisodiyotda ishlab chiqarilgan yakuniy tovarlar va xizmatlarning umumiy hajmiga bo'lgan talabi hisoblanadi. Yalpi talabni biz quyidagi formula orqali ifodalashimiz mumkin. Ya'ni bu yerda agregat demand teng C harfi, ya'ni iste'molchilar xarajatlari, E harfimiz investitsion xarajatlar, G harfimiz davlat xaridlari, N va sof eksport. Bularning yig'indisi yalpi talabni bildiradi. Narxlar darajasi va talab qilingan milliy mahsulot hajmi o'rtasidagi bog'liqlikni ifoda etuvchi chiziq jami talab egri chizig'i deb ataladi va buni biz quyidagi chizmada ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Milliy bozorda agregat demand, ya'ni yalpi talab egri chizig'ining trayektoriyasini avvalo pulning miqdoriy nazariyasi tenglamasi yordamida izohlash mumkin. Bu yerda M ko'paytirilgan B teng Y ko'paytirilgan P tarzidagi pulning miqdoriy tenglamasi tarzida ifoda etilgan. Bu yerda M muomaladagi pul miqdori bo'lsa, B pulning aylanish tezligiga ko'paytmasiga teng bo'layapti. P iqtisodiyotdagi narxlar darajasi, narxlar indeksiga talab qilinayotgan real ishlab chiqarishning hajmining ko'paytmasiga teng bo'lish tarzida ifoda etilgan. Yuqoridagi tenglamadan biz quyidagi tenglamani hosil qilishimiz mumkin. Bu tenglamalardan ko'rinadiki, narxlar darajasi qancha oshsa, real milliy mahsulot hajmiga yalpi talab hajmi ham shuncha past bo'ladi. Ya'ni pul massasi M ning aylanish tezligi V o'zgarishi bo'lsa, narxlar darajasi va umumiy talab o'rtasidagi teskari bog'liqlik mavjud bo'ladi. Bunday bog'liqlik shuningdek quyidagi narx omillari bilan ham izohlanadi. Demak, bularga foiz stavkasining samarasi ta'sir qiladi, boylik samarasi yoki real kassa qoldiqlari samarasi, import xaridlar samaralari ta'sir qiladi. Foiz stavkasi samarasi yoki Keynes samarasi shuni bildiradiki, jami talabning egri chiziq bo'yicha surilishi narxlar darajasi o'zgarishining foiz stavkasiga bo'lgan ta'siriga bog'liq bo'ladi. Ya'ni buni biz shunday ifodalashimiz mumkinki, foiz stavkasi oshsa, demak o'sha talab, demak bu yerda oshyapti. Demak, bu yerda o'sha foiz stavkasining oshishi bilan lekin pul ko'payapti, lekin yalpi talab kamayyapti. Boylik samarasi yoki real kassa qoldiqlari samarasi, ya'ni PIGU samarasi ham deyiladi. Narxlar darajasining oshishi nominal narxni oldindan belgilangan moliyaviy aktivlar, ya'ni omonatlar va obligatsiyalar real xarid qobiliyatini pasaytirib yuboradi. Bunday sharoitda aholi joriy daromadidan iste'mol xarajatlari miqdorini qisqartiradi.
ya'ni iste'molga chegaraviy moyillik pasayib boradi. Masalan, muayyan shaxs aktividan 10 million so'm bo'lsa, undan hech ikkilanmasdan birorta avtomashina sotib olishi mumkin bo'ladi. Agar inflyatsiya ta'sirida mashina narxi 12 million so'mga ko'tarilsa, u holda mashina sotib ola olmasligi mumkin. Ya'ni 2 million so'm bu yerda jamg'arish uchun joriy davrda olgan ixtiyordagi daromaddan ko'proq qismini jamg'aradi. Ya'ni boylik samarasi, pegu samarasini quyidagicha sxemada ham tasvirlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni moliyaviy aktivlarning real qiymati tushadi. Bu yerda taklif tushadi yoki o'sishi mumkin va natijada yalpi talab ham tushadi. Biror mamlakatda tovar va xizmatlarning ichki narxlari tashqi narxlarga nisbatan oshib borsa, shu mamlakatda ishlab chiqarilayotgan tovar va xizmatlarga talab hajmi ham kamayadi va o'z navbatida shu mamlakatda import mahsulotlariga bo'lgan talab oshadi. Va aksincha, ichki narxlarning pasayishi importning kamayishiga va eksportning oshishiga yoki milliy mahsulotga talab hajmining oshishiga olib keladi. Biz import xaridlar samarasini quyidagi sxema orqali ifodalashimiz mumkin. Narxning oshishi, demak, bu yerda eksportda eksportning tushishi, importning demak ko'payishiga olib keladi. Natijada demak sof eksport kamayadi va yalpi talab ham kamayadi. Demak, iste'mol xarajatlaridagi o'zgarishlar ham yalpi talabga ta'sir qiladi. Iste'molchilarning real moddiy aktivlari qiymatining o'zgarishi bu yerda real moddiy aktivlarning qiymati inflyatsiya ta'sirida o'zgarishini emas, balki boshqa sabablarga ko'ra o'zgarishi nazarda tutiladi. Masalan, aksiyalarning narxi keskin oshishi bilan aksiyadorlarning boyligi oshadi va ular ko'proq iste'mol qilishga moyil bo'ladi. Va aksincha, ularning yerlari narxi keskin pasayishi bilan iste'molchining boyligi kamayadi va ko'p mablag' jamg'aradi. Iste'molchilarning kutishi ham yalpi talabga ta'sir etadi. Ya'ni kelajakda real daromadlarning ko'tarilishi kutilsa yoki inflyatsiya darajasi yuqori bo'lishi bashorat qilinsa, aholi ko'proq iste'mol qilishni boshlaydi. Iste'molchilarning qarzlarining miqdori ham yalpi talabga ta'sir qiladi. Agar oldindan iste'mol krediti hisobiga kredit olingan bo'lsa, demak talab kamayishi mumkin. Iste'molchilar daromadidan olinadigan soliqlar miqdorining o'zgarishi ham yalpi talabga ta'sir qiladi. Ya'ni soliqlar ko'paysa, yalpi talab kamayishi mumkin. Bundan tashqari, investitsion xarajatlardagi o'zgarishlar ham yalpi talabga ta'sir qiladi. Ya'ni foiz stavkasidagi o'zgarishlar bu yerda Keynes samarasi emas, balki foiz stavkasining boshqa narxlar darajasiga bog'liq bo'lmagan o'zgarishlarni nazarda tutiladi. Masalan, pul massasining oshishi foiz stavkasining pasaytiradi va natijada investitsiya xarajatlari oshadi. Korxonalardan olinadigan soliqlar miqdorining o'zgarishi ham soliqlar darajasining oshirilishi korxonada kapital qo'yinlaridan olingan foydani kamaytiradi va natijada ular kamroq investitsiya qilishadi. Yangi texnologiyalarni ishlab chiqarishga jalb qilinishi, yangi takomillashtirilgan texnologiyalarni ishlab chiqarishga jalb qilish uchun ishlab chiqaruvchilar yangi uskunalar sotib oladi. Zaxiradagi quvvatlar o'zgarishi, zaxira ishlab chiqarish quvvatlarining miqdorining demak yuqori bo'lishi, ishlab chiqaruvchilar yangi uskunalarni sotib olishi, yangi inshootlar qurishini to'xtatib qo'yadi. Davlat xarajatlarining o'zgarishi ham, masalan, harbiy xarajatlarning kasalxona va boshqa muassasalarni qurishga qaror qilinishi ham yalpi talabga ta'sir qiladi. Sof eksport hajmidagi o'zgarishlar ham yalpi talabga ta'sir qiladi. Boshqa mamlakatlarning milliy daromadlarining o'zgarishi milliy eksportga bo'lgan talabni oshiradi. Demak, pulning miqdoriy nazariyasi tenglamasi yuqoridagilardan tashqari umumiy talabning narxga bog'liq bo'lmagan yana ikki omilni belgilab beradi. Bular pul taklifi va pul aylanish tezligidir. Narxlar o'zgarmagan holda pul massasining ko'payishi yoki pulning aylanish tezligining oshishi qisqa muddatda jami talab egri chizig'ining o'ngga qarab siljitadi. Chunki bu o'zgarishlar iqtisodiyotda mavjud bo'lgan real pul zaxiralarining hamda iste'molchilar sotib olish qobiliyatini oshiradi. Demak, yalpi talab egri chizig'ining siljishi quyidagicha. Ya'ni bu yerda ko'rinib turibdiki, demak, pul massasining ko'payishi yalpi talabning oshishiga olib keladi. Pul massasining kamayishi esa yalpi talabning kamayishiga olib keladi. Keyingi yalpi taklif tushunchasi. Yalpi taklif deganda muayyan narxlar darajasida ishlab chiqarish va taklif qilinishi mumkin bo'lgan tovar va xizmatlarning real hajmi hisoblanadi. Umumiy taklif tushunchasi ko'pincha yalpi ichki mahsulot sinonimi sifatida ham qo'llaniladi. Yalpi taklif bu muayyan narxlar darajasida ishlab chiqarilishi va taklif qilinishi mumkin bo'lgan iste'mol hamda investitsion tovarlar va xizmatlarning umumiy miqdori
hisoblanadi. Narxlar darajasi deganda turli xil tovar va xizmatlarning alohida narxlarini umumlashtiruvchi jami narx tushuniladi. Demak, narxlar darajasi jami talab real ishlab chiqarish bilan bog'liq hisoblanadi. Yalpi talab va yalpi taklif hamda narxlar darajasi barcha makroiqtisodiy modellar tuzilishining asosi hisoblanadi. Demak, ADAS modelidan narxlar va milliy ishlab chiqarish real hajmining muvozanati darajalarini biz quyidagi chizmada ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Narxlarning muvozanat darajasi deganda shuni anglatadiki, narx darajasi tushuniladiki, shunday narx darajasi tushuniladiki, unda yalpi talab va yalpi taklif hajmi bir-biriga mos kelishi yoki teng bo'lishi kerak bo'ladi. Keyingi kesmasidagi muvozanatni biz quyidagi sxemada ko'rib o'tishimiz mumkin. Yalpi taklif egri chizig'ining keyingi kesmasida yalpi talabning o'zgarishi ishlab chiqarish hajmining oshishi yoki kamayishiga olib keladi. Narxlar darajasi esa o'zgarmaydi. Klassik kesmadagi muvozanatni biz quyidagicha kesmada ifodalashimiz mumkin. Yalpi talab egri chizig'ini as agregat sapli egri chizig'ining vertikal kesmasida o'zgarsa, bu ishlab chiqarishning hajmiga ta'sir ko'rsatmaydi, faqat narxlar darajasining o'zgarishiga ta'sir qiladi xolos. ADASning, ya'ni yalpi talab va yalpi taklifning muvozanat darajalari quyidagi kesmada ifoda etilgan. Yalpi taklifning o'zgarishi makroiqtisodiy muvozanatga ta'sirini biz quyidagi chizmada ifodalashimiz mumkin. Bu yerda narxdan boshqa omillar ta'sirida yalpi taklifning A1 dan A3 ga qadar siljishi natijasida ishlab chiqarish hajmi Y1 dan Y3 gacha kamayadi. Narxlar darajasining P1 dan P3 gacha ko'tarilishi, ya'ni stagflatsiya ro'y beradi. Boshqa bir vaziyatda, masalan, narxlarga bog'liq bo'lmagan omillardan birortasi o'zgarib, yalpi taklifning o'zgarishiga olib kelsin. Ya'ni yerning narxi pasaysa, korxonalarda olinadigan soliqlar kamaysa va bular natijasida mahsulot birligiga ketadigan sarf xarajatlar qisqarsa, unda jami taklif egri chizig'i A1 dan A holatga siljiydi. Shuning bilan bugungi video darsimizning qisqacha mazmunini bayon etib bo'ldik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.